Quyosh nurlari shahar ko'chalarini asta yoritib borar ekan, hayot yana bir yangi kunni boshlab berayotgan edi, ammo bu kun oddiy kunlardan biri emasdi. Dilshod tong saharda uyg'ondi, lekin uxlash unga baribir nasib etmagandi. Kechagi voqealar, aytilgan so'zlar va yuragida qolgan savollar uning xayolini band qilib qo'ygandi. U deraza yoniga borib uzoqqa tikildi. Har bir narsa odatdagidek tuyulardi, lekin uning ichki olamida katta o'zgarishlar yuz berayotgan edi. U bir narsani aniq tushunib yetgandi: Mohirani yo'qotish uning hayotidagi eng katta yo'qotish bo'lishi mumkin edi. Shu sababli u bugun qat'iy qaror qabul qilishi kerak edi. Bu paytda Mohira ham ozxonasida sukutda o'tirardi. Uning oldida turgan tanlov juda og'ir edi. U o'zini kuchli tutishga harakat qilsa-da, ichida bo'layotgan his-tuyg'ularni yashirish oson emasdi. Qo'lida ushlab turgan eski surat unga o'tmishni eslatar, Dilshod bilan o'tkazgan baxtli damlari ko'z oldidan o'tar edi. U chuqur nafas olib, ko'zlarini yumdi. Hayot faqat xotiralardan iborat emas, deb o'zini ishontirishga harakat qildi. Ammo yurak boshqacha gapirardi. Zebo opa eshikni sekin ochib kirib keldi. U qiziga qarab, uning ichki holatini sezib turardi. "Qizim", dedi u muloyim ovozda, "har qanday qaror oldidan o'zingni tingla." Mohira boshini ko'tardi, uning nigohida chuqur o'y bor edi. "Men o'zimni tinglayapman, ona. Lekin ba'zan yurak bilan aql bir xil yo'lni tanlamaydi", dedi u bu gaplar xonada yana bir sukutni keltirib chiqardi. Dilshod esa tashqarida uzoq yurib, o'zini tinchlantirishga harakat qilardi. U har bir qadamini o'ylab bosardi, go'yo shu qadamlar uning kelajagini belgilayotgandek. U telefonini qo'liga oldi, lekin kimnidir terishga ikkilanib qoldi. Nihoyat, u o'zini qo'lga olib, Jamshidga qo'ng'iroq qildi. Uchrashuv uchun kelishib olishdi. Dilshod bu suhbat uning hayotidagi eng muhim suhbatlardan biri bo'lishini his qilardi. Uchrashuv joyi shahar chetidagi sokin hudud edi. Jamshid allaqachon u yerda kutib turardi. Ularning o'rtasida sezilarli sovuqlik bor edi. Jamshid vaziyatni tushuntirishga harakat qildi. U ba'zi muammolarni faqat muayyan qarorlar bilan hal qilish mumkinligini aytdi. Dilshod esa diqqat bilan eshitdi, lekin uning ichida hali ham shubha bor edi. "Har qanday qaror insonning kelajagini o'zgartiradi", dedi Jamshid. Dilshod esa chuqur o'ylanib qoldi. Bu paytda Mohira o'zining hayotidagi yangi bosqichga tayyorlanayotgan edi. Uning atrofidagi odamlar uni qo'llab-quvvatlashga harakat qilardi. Lekin uning qalbida hali ham savollar ko'p edi. U oynaga qarab, o'ziga qaradi. "Men kuchliman", dedi u sekin. Bu so'zlar unga biroz bo'lsa-da ishonch berdi. Kun o'rtasiga yaqinlashar ekan, voqealar tezlashib borardi. Dilshod nihoyat o'z qarorini qabul qildi. U nimani tanlash kerakligini tushundi. U yana bir bor Mohira haqida o'yladi va uning baxti uchun kurashishga qaror qildi. U shoshilinch ravishda yo'lga tushdi. Mohira esa katta qaror oldida turardi. U ham o'z yo'lini tanlashi kerak edi. Shu payt eshik ochildi va ichkariga Dilshod kirib keldi. Bu kutilmagan holat hammaga ta'sir qildi. Ularning nigohlari to'qnashdi. Bu qarashlarda so'zsiz tushuncha bor edi. Dilshod sekin oldinga yurdi va muloyim ovozda dedi: "Men bu yerga faqat bir haqiqatni aytish uchun keldim." Xonadagi hamma jim bo'lib qoldi. Mohira uning so'zlarini kutardi. Ba'zan hayot bizni qiyin tanlovlar oldida qoldiradi. Lekin eng to'g'ri yo'l yuragingni eshitishdir, dedi u. Mohira chuqur nafas oldi. Bu lahza uning hayotidagi eng muhim lahzalardan biri edi. U o'z qarorini qabul qildi. Uning ko'zlarida endi qat'iyat bor edi. U oldinga bir qadam tashladi. Bu kun har ikki inson uchun yangi boshlanish bo'ldi. Ular oldinda yana ko'plab sinovlar borligini bilishardi, lekin endi ular bu yo'lni qo'rqmasdan bosib o'tishga tayyor edilar. Sevgi, ishonch va sabr, aynan shu uch narsa ularni oldinga yetaklardi.